أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعيل الأول. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxari rahimahullahның Al-Adabul Mufrad namlıq bu hadis kitabını oqub, şərhləb 92-ci babqa kelgandik. 92-ci bab. Babun liyajtanibil vajha fid-darbi. Urğanda yüzdən saqlanış, yəni yüzünü uruşdan saqlanış. 174-cü hadis. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayet qılındı ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm mundaq degan: İza daraba ahadukum khadimahu falyajtanibil vajha. Agar biringlar xizmatkarini, ya'ni qo'lini urib qalsa, yüzdən saqlansun, ya'ni yüzgə uruşdan saqlansun. Yani yüzgə urmusun deməkçi. 175-ci hadis. حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن منخراه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. Jabir radhiyallahu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yonidan bir uloq o'tdi. Murra majhul shakli, lekin o'tdi deb tarjima qilsak bo'ladi. Uningga belgi qilinganlikdan burnidan tutun chiqayotgan. Yani uloqning egisi uloqning yuziga belgi qilish uchun ko'ydirib yoqqan, bir narsani qizitib yoqqan. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu ishni qilgan kishiga Alloh la'nat qildi dedi. Allah la'nat qilsin. Sizlarning biringlar, ya'ni hech kim yuzga belgi qilmasin va urmasin. La'nat qilish bo'lsa Allohning rahmatidan yiroq bo'lish. Yani mushuni qilgan kishi Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Yuzga belgi qilmasin. Ya'ni hayvonotlarni boshqalarning hayvonotlariga alishib ketmaslik uchun va boshqa maqsadlar uchun boshqa yerlarga belgi qilsa bo'ladi, lekin yuzga belgi qilmasin deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'sdi. Chunki yuz degan mayli hayvonotlar uchun bo'lsin, mayli insonlar uchun bo'lsin, eng sharafli a'zo va yuzga urmasin. Hayvonotlarning bo'lsa-mu yuzga urmasin. 93-bab. Babun man latama abdahu falyu'tiqhu min g'ayri ijabin. Kimki o'zining qo'lini yuzi qachatlagan bo'lsa, yuzi urgan bo'lsa, uni azod qilib olsin, min g'ayri ijabin. Lekin bu vojib emas debdi Imam Buxari rahimahulloh. 176 hadis. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال بن يساف يقول كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن. Biz Suvayd ibn Muqarrin degan kishining hovlisida kiyim satatdik. Baz degan paxtadan yoki katandan bo'lgan kiyim. Fakharajat jariyatun faqalat li rajulin shay'an falatamaha zalika ar-rajul. Bir qizchaq chiqib, ya'ni cho'ri qiz chiqdi-da, iliqi kishiga bir narsa dedi. Iliqi kishi uni yuziga urib etdi, qachatlab etdi. Faqala lahu Suvayd ibn Muqarrin. Uningga Suvayd ibn Muqarrin shundaq dedi: Alatamta wajhaha, sen uning yuziga urdingmi? Laqad ra'aytuni sabi'a sab'atin wa ma lana illa khadimun falatamaha ba'duna fa'amarahu an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam an yu'tiqaha. Sen bu qizchaqning yuziga urdingmi? Men o'zimni ko'ratdim deydi. Men 7 balaning 7-chisi edim. Ya'ni biz uyda 7 bala edik, men 7-chi bala edim. Bizning faqat birli xizmatkorimiz bor edi. Bu xizmatkorni bizning ba'zimiz yuziga urib saldi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni bu qizchaqni cho'rini azod qilib etishga buyurdi. 177-hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini angladim. Men latama abdahu aw darabahu haddan lam ya'tihi fakaffaratuhu itquhu. Kimki o'zining qo'lini qachatlasa, ya'ni yuziga ursa yoki qilmagan ish uchun jazolab uni ursa, uning kafarati uni azod qilib o'tish. 178-hadis. Muaviya ibn Suvayd ibn Muqarrin hadis so'zlab bergan. Ya'ni Suvayd ibn Muqarrinning bolasi mundaq deydi: Men bizning bir qo'limizni urdim, yuziga urdim. Fafarra debdi. Boshqa rivoyatda
faqirun mavlan lana faqirun. Bizning bir kambag'al qo'limizni urdim deb kelgan. Ya'ni bir rivoyatda latamtu mavlan lana bizning bir qo'limizni urdim. Fafarartu men qechib ketdim, meni dadamdan qo'rqib qechib ketdim deb mundaq rivoyat qilingan. Dadam meni chaqirdi. Yana bir nusxasida yoki boshqa hadislarda da'ani abi va da'ahu. Dadam meni va uni chaqirib, uningga qulga iqtassa o'chingni og'in, ya'ni seni o'g'lim qandoq urgan bo'lsa, sen o'g'limni shundoq urib, yuziga qachatlab qisosingni og'in dedi. Biz Muqarrinning 7 balasi edik. Bizning bir xodimimiz bor edi. Bizning birimiz uni yuziga urdi. Va bu ish payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytildi. Faqala murhum falyatiquha. Ularni buyrug'in, ular u cho'rni ozod qilib olsin. Faqila lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam laysa lahum khadimun ghayruha. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ularning buningdan boshqa xizmatkor yo'q deyilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam falyastaxdimuha fa izastaghnaw khallu sabilaha. Undaqda ular uni ishlasin, ishiltib bo'lganda istag'nav, ishiltib bo'lganda yo'lini bo'shassin. Ya'ni davomli ishiltib epqamsin, ozod qilib yo'lga mang'ul qo'ysin. 179 hadis Suvayd ibn Muqarrindan rivoyat qilindiki, u o'zining qo'lini xizmatkorni qachatlayotgan, ya'ni yuziga urayotgan bir kishini ko'rdida mundaq dedi. Ama alimta anna surata muharramatun. Sen suratning, ya'ni yuziga urishning haram ekanligini bilmamsa, ra'aytuni va inni sabi'u sab'ati ikhwatin. Ra'aytuni degan men o'zimni ko'ratdim degan gap. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida men 7 qarindoshning 7-chisi edim. Malana illa xodimun falatamahu ahaduna. Bizning faqat bir xizmatkorimiz bor edi. Birimiz uni urib qo'ydi, ya'ni yuziga qachatlab qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni uni ozod qilib o'tishga buyurdi. 180-hadis Zazan Abi Ömer'dan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Biz Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhuning huzurida edik. Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhu urib sağan bir xizmatkorni chaqirdi-da, uning dumbisini ochdi va og'irwatamdi dedi. Yeliqi xizmatkori yo'q dedi. Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhu o xizmatkorni ozod qilib atdi. Ondan yadin bir tal tayoq ilib mundaq dedi. Mali fihi min al-ajri ma yazinu hazal uda. Manga mushu xizmatkorimni ozod qilib atganligimda mushu tayoqning vazniga to'g'ri kelgidek ajr yo'qmi? Ravi deydi, men dedim, ey Abu Abdurrahman, nima uchun bundaq deysiz desam, Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhu mundaq dedi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan. Kimki o'zining qo'lini xizmatkorini qilmagan ish uchun ursa yoki yuziga qachatlasa, uning kafarati uni ozod qilib etish. Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhuning demoqchi bo'lgani, mening bu qo'limni ozod qilib etganligim o'zimning qo'limni urib sağanligim uchun kafaratning o'rnida kafarat berib ozod qilib etgan. Ya'ni ajr ko'zlab buni ozod qilmagan. Buningga o'zimning gunohiga kafarat bo'ladi, boshqa ajrga erishamagan bo'lishim mumkin deb o'zini ayblab mushundoq deyotdi. Amaliyotda kafaratga ajr bo'ladi. Chunki uning kafaratini bermasa gunoh bo'lgandek, kafaratini bersa albatta ajr bo'ladi. Bugungi darsimiz mushad oxirlashdi. Darslar davomli yo'llanadi inshaalloh. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.